Qiz bolaga tarbiyaga kelganda 2 yoshdan boshiga bitta sochiq salom qilishni o'rgatamiz va katta bo'lib nasib bo'lsa birorta o'qigan bo'yini o'g'liga erga tegsa baxtli bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ne, hozir joyi keladi aytaman. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bu qanchalik odam mas'uliyatsiz bo'lishi kerakki, чтобы butun boshli farzandingga, qizingga. Sen agar bironta aqlli joyga erga tegsang-ku, o'zing ham yaxshi joyda yashab bilsang-ku, o'sha bilan baxtli bo'lsang va bir-biring anavi ham vechni yashasa, hech qachon sen tashlab ketmasa, o'lib qolmasa baxtli bo'lasan. Mana shu seni hayotingga plan. Omad yo'qda mashina yutish bundan osonroq. Tushunyapsizlarmi? Bu nima mas'uliyat? Bu nima mas'uliyat? Yana sizlar o'ylaysizlar. Bu nafaqat yo'qda. Bu shunaqa tarbiyaki, siz ana ota ichidan yana o'ylaydi, yana qayoqdadir kimdir o'zini o'g'lini ham yaxshi tarbiyalayotgan bo'lish kerak. Bu ota o'shani topa olishi kerak. Va siz o'ylaysiz, erga bergandan keyin ertaga anavni eri urishni boshlasa, dada xatosini tan oladimi? Kechir qizim. Kasak mendan o'tdi. Men topolmadim, parod qildim. Yo'q. Men to'g'ri topganman, sen o'zing noto'g'risan.